Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan Niva Legend Urban Black pozitsiyasini ko'rib chiqamiz. Ko'pchilik bu avtomobilni ko'rgan vaqtida eski mashina, baliq chiqadigan, balchiqda yuradigan mashina deb o'ylaydi. Lekin bitta savol, nega oradan 50 yil o'tsa ham bu mashina hali ham ishlab chiqarilyapti? Nega buni hech kim bozordan chiqarib tasholmaydi? Keling, bugun bu savolga bir emas, bir nechta sabablarni ko'rib chiqamiz. Bu Lada Niva Legend Urban Black pozitsiyasi aytib o'tganda tashqi ko'rinishdan boshlaydigan bo'lsa, ochig'ini aytsam, bu mashina trend orqasidan yugurib yuradigan model emas. O'zi qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa shu xarakteri bilan ham odamlarni o'ziga tortadi. Urban Black komplektatsiyasida qora diskalar, qora elementlar, kuzov bilan har xil rangdagi bamperlar bor. Natijada oddiy, hech qanaqa bezatilmagan, mana shu oddiyligi bilan ham odamlarni o'ziga juda ham qattiq tortib turadi. Kapotini ostida hammaga tanish bo'lgan 1.7 litrli benzin dvigatel ishlaydi, 83 ta ot kuchi bor. Ko'pchilik atiga 83 ta ot kuchimi deydi. Bu mashinaning falsafasi umuman boshqa. Asfalt tugagan joydan boshlanadigan hayot uchun yaratilgan mashina. Salon qismiga o'tganingizda bu yerda sizlarni 30 zoomli monitor yoki massaj qiladigan sidena kutib olmaydi. Doimiy hayotingizda kerak bo'ladigan funksiyalari mavjud. Rul gidravlikasi, 5 pog'onali mexanik uzatma, ortiqcha elektronika yo'q, murakkab turbina yo'q. Buzilsa ham odamlarning o'zi ham bemalol shuni egasini o'zi ham tuzatib keta oladi. Hech qanaqa qiyinchiliklarsiz bemalol tuzatib keta oladi. O'sha aytib o'tganimdek, oldi elektr oynalar, o'rindiq isitilinishi, tashqi oynalarni elektr boshqarish, isitish, konditsioner, audio tizimi uchun simlar barchasi bor. Hech qanaqa dabdabasiz. Hammasi kerakli joyda. Endi eng zo'r joyiga kelamiz. Nima uchun odamlar hali ham Nivani oladi? Ya'ni Nivani kim xarid qiladi o'zi? Nivani xarid qiladigan odamlar yo'l tanlamaydigan mashina bo'lgani uchun xarid qiladi. Asfalt bo'lsa ham yuradi, bo'lmasa ham yuradi, qum bo'lsa ham yuradi, loy, qor, tog', hammasida hech qanaqa injiqlisiz yurib beradi. Bilasizlar, boshqa ba'zi bir crossoverlar yo'l tugagandan keyin bo'ldi, men ketdim, dam olaman desa, Niva ana endi davom etamizmi deydi. Ketdi, bir aylanib kelaylik deydigan model bu. Bu ikkita eshiklik. Aytib o'tadiganimda ikkita eshikli 5 kishilik model. Bemalol, orqada ham o'rindiqlari bor. O'tirib haydab ketsa bo'ladi. Buni asosan ovchilar oladi, baliqchilar oladi, fermerlar oladi, toqqa chiqadiganlar oladi, qishloqda ishlaydiganlar oladi. Asosan. Hatto shunchaki menga mustahkam mashina kerak degan odam bo'lsa ham Nivani tanlayveradi. Ko'ryapsizlar, bundan boshqa ranglari ham, bundan boshqa pozitsiyalari ham bizda mavjud. Bemalol aloqaga chiqsanglar ham bo'laveradi. Bu mashina Instagram uchun emas. Maqtanib, ko'chada, oybekda turib olib, og'aylarini chaqirib, sekin kapot ustiga kofe qo'yib olib, kofe ichadigan mashina emas. Bu rostakasam ishlaydigan mashina, ish uchun ishlab chiqarilgan mashina. Urban Black afsona. Zamonaviyroq talqin. Qora uslub, minimalizm, qo'pol xarakter, lekin ichida hali ham o'sha sinovlardan o'tgan mexanika yashaydi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, bugungi bozorda juda ham ko'p mashinalar bor, lekin xarakteri bor mashinalar ekan. Niva prosta xarakter. Qayerga desam boraman deydigan model. Aytib o'tganimda, boya aytib o'tganimda, asfalt bor joyda ham, yo'q joyda ham hech qanaqa injiqlisiz yurib beradigan model. Agar sizlarga bu model yoki bundan tashqari boshqa modellarimizni, ya'ni Travel, Grand o'zi umuman mana shu Lada'ning boshqa modellari ham qiziq bo'ladigan bo'lsa, opsiyaniyada telefon raqam qoldirib qo'yaman. Bog'laninglar. Batafsil ma'lumotlarni menejerlarimiz sizlarga berishadi. Keyingi mashina qaysi bo'lsin, qaysi mashinaning obzori bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Sog' bo'linglar.